Assalomu alaykum o'rtoqlar, hamkasblarimizda gruntovka jarayonida ushbu muammolar vujudga kelgan va shu muammolarning yechimini video davomida ko'rishingiz mumkin. Birinchi qoida, gruntovkaga maxsus razbavitel, ya'ni yumshoq razbavitel qo'shishinglarni tavsiya qilaman. Taroz bilan ishlashinglarni maslahat beraman. Razbavitelni 20% dan 30% gacha qo'shsa bo'ladi. Gruntovka sepishdan oldin sepiladigan detalimiz yuzasi qattiq qizigan bo'lishi kerak emas. Birinchi sloyi o'zida qalin sloy yig'ish kerak emas. Normal sloy sepib, keyin quritib ikkinchi va uchinchi sloylarni sepsa bo'ladi. Birinchi sloy yaxshilab qurigandan keyin ikkinchi sloy va ikkinchi sloy yaxshi qurigandan keyin uchinchi sloyni sepishni tavsiya beraman. Agar ketma-ket sloy sepiladigan bo'lsa, qalin sloy yuzaga kelib, mayda teshikchalar paydo bo'lishi mumkin. O'shanisiga ahamiyat beringlar. Natijani ko'rishinglar mumkin. Hamkasblarimizda esa 646 razbaviteldan foydalanishgan va bittada qalin sloy sepishganligi uchun mayda teshiklar yuzaga kelgan.